Propan LPG Basic 20 Yevropa gaz. Gentra avtomobilida avtomat korobka, gazni nastroyka jarayoni, kalibrovka. Mana shu kalibrovkaga juda ko'p narsa bog'liq. Kalibrovka qanchalik точный chiqsa, mashinaning yurishi o'shanda idealniy bo'ladi. Bir xil, misol uchun boradi gazovikka, gazli kompyuterni ulaydi. Avtokalibrovka chiqmaydi, o'zi avtomatik bajarish kerak. Bo'ldi, u yog'iga o'zi mana shu kartalarni ruchnoy настройка qilib yuborishadi. Mashinani yurish, tortish dinamikasi резко o'zgaradi. Bo'ldi, yurmaydi u mashina. Avtokalibrovka jarayoni chiqish kerak avtomatik. Programmani o'zi bajarish kerak. Endi avtokalibrovka chiqqandan keyin ham ruchnoy настройка qilinadi, baribir haydab yurib tezroq jarayonida. Baribir chiqish kerak. Agarda sizlarda shunaqa narsalar o'xshamagan bo'lsa, to'g'ri bizga murojaat qilasizlar, mana shunday qilib beramiz.